Hayit ayyomi bu kun ranjiganlar kechiradigan, sog'inganlar diydor qiladigan, qalblar yana mehrni his qiladigan eng go'zal kundir. Bugun har bir eshikdan baxt kirsin, har bir xonadondan kulgu armasin. Yo'qotganlar sabr, kutayotganlar visol orzu qilganlar esa o'z vaqtini topsin. Shunday insonlar borki, bir duosi bilan qalbingizga taskin beradi. Shunday kunlar borki, u kun barcha og'riqlarni unuttiradi. Hayit ana shunday muborak kunlardir. Alloh barchamizning ko'nglimizga osoyishtalik, yuragimizga nur, hayotimizga baraka ato etsin. Bugun kimdir ota-onasini bag'riga bosadi, kimdir esa sog'inib duo qiladi. Lekin hayitning eng go'zal tomoni u qalblarni yaqinlashtiradi. Shu muborak kunda hech kim mehrsiz qolmasin, hech bir yurak g'amga botmasin. Hayit shunday kunki, qalbingizdagi eng og'ir dardni ham yengillashtiradi. Bir tabassum, bir duo, bir mehr insonni qayta tiriltiradi. Bugun hayotingizga baxt, xonadoningizga baraka, ko'nglingizga esa cheksiz xotirjamlik yog'ilsin. Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin.